qanday yaxshi bu studiyaga qaytdik va safimizda yana bir mehmonimiz bor. Ularni tanishtirib o'tsak. Baxtiniso Tursunaliyeva, italyan va ingliz tillari bo'yicha tarjimon. Xalqaro xizmatlari uchun ko'krak nishoni sohibasi, yoshlar parlamenti a'zosi. Albatta. Yoshlarni ko'rsatish havas qilasiz. Ha, albatta. Yana bir ma'lumot, 30 dan ortiq ilmiy tadqiqotlar muallifi ham ekanlar. Barakalla. Baxtiniso, so'rashib oling, keyin biz siz bilan so'rashamiz. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Aytib o'tganingizdek, ismim Baxtiniso Tursunaliyeva. Bugungi kunda O'zbekiston Davlat jahon tillar universiteti 2-kurs talabasiman. Shu bilan birgalikda soham til bo'lgani sababli undan tashqari ham umuman siyosatga Yoshlar parlamenti Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zosiman. Ajoyib. Baxtiniso, qanday vaqt topayapsiz, qanday ulguryapsiz hammasiga. Yana mana ko'krak nishonni olgansiz. Axir bejizga berilmaydi-yu, xalqaro xizmatlari uchun qachon xizmat qilib ulgurdingiz? 2-kurs talabasi. Xalqaro xizmatlar uchun ko'krak nishoni sohibasini 11-sinfligimda olganman. Nima uchun? Maktabda o'qib yurgan paytlarimda O'zbekiston hamda Qozog'iston o'rtasida qo'shqanot forumi bo'lgan. Aynan yozuvchilar uyushmasi bilan birgalikda hamkorlikda o'tkazilgan. Aynan shunda eng yaxshi ilmiy maqola muallifi sifatida xalqaro xizmatlar uchun ko'krak nishoni sohibasi bo'lganman o'sha 11-sinfda. Ilmiy ishingiz qaysi yo'nalishda bo'lgan? Asosan ilmiy ishim o'sha vaqtda siyosat sohasida bo'lgan. Aynan o'sha siyosatda eng yaxshi ilmiy maqola sifatida tanitilgan. Barakalla, qoyil. Yo'q, yoshlarda ko'p bilamiz, tilga qiziqishadi, san'atga qiziqishadi, matematikaga qiziqishadi. Qiziqadigan yo'nalishlari juda ko'p, lekin siyosatga aynan qiziqadigan yoshlarimiz baribir sanoqlidek, juda ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Yoshgina bo'lib turib, siyosatga qiziqishingiz sabab nima bo'lgan? Oilangizda siyosatshunoslar bormi yoki nima? Yo'q, oilamizda siyosatshunos yo'q. Oilam o'qituvchi oilasi, hammaligi. Men yoshligimda aynan o'sha siyosatda deputatlarni, diplomatlarni o'zini tutishini, kiyinishini ko'rib havas qilib o'tirardim. Men ham shunaqa bo'lsam deb rosa niyat qilib qo'yardim-da. Hozir mana Xudoga shukr, aynan yoshlar parlamenti sifatida deputatlar bilan birga ishlayapmiz. Ularni shogird sifatida deputat bo'lib yetishishga harakat qilyapmiz. Qoyil, juda Barakalla. Yana bir ma'lumotlarni berdilar. Bu ma'lumotni qo'shiqdan so'ng aytasiz. Albatta. Biz bir yana eslatib o'taylik. Bugun 11-noyabr haftaning seshanba kuni eng ajoyib kunlardan biri. 11-11-25. Ha, xuddi shunday va bugun bo'ydoqlar kuni ekan. Ijtimoiy tarmoq orqali menga yuborishdi. Va bizda bo'ydoqlardan biri Qadr Jahongir darrov yigitlarimiz tayyor bo'lib turibdilar qo'shiq aytishga. Hozir maza qilib tinglaylik. Marhamat. Marhamat. Qo'shiqdan oldin yolg'iz tabrikim bor edi. Bugun oilamizda xursandchilik kun. Oilamiz a'zosi erkatoyimiz Sinimi tavallud ayyomlarini tabriklab qo'ymoqchiman. Tabriklar uzoq bo'lsin. Odinaxon, Sinim, tabriklayman. Ilohim bunaqa hayotingizda xursandchilik kunlar ko'p bo'lsin. Doim mana shunaqa chiroyli bo'lib yuring, ilohim. Qarang, Sizda akasi bor ekan, xafa bo'lmaydi ham. Singilizga bag'ishlanadi. Albatta. Albatta. Marhamat. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin xushdamimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin xushdamimizga, shodiyona bayramimizga. Ko'z tegmasin oilamizga. Kulganimiz saodat, qarindoshu jigarlar bilan o'ynab kulganimiz saodat. Shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga, shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga.
kelsa yuzi oydek to'linlar aytilganda yor ulanlar kelsa yuzi oydek to'linlar inoq bo'lar aka ukalar aql bo'lib yursa kelinlar inoq bo'lsa aka ukalar aql bo'lib yurar kelinlar shodiyona bayramimizga ko'z tegmasin oilamizga tantanayu xushdamimizga ko'z tegmasin oilamizga ko'z tegmasin oilamizga ko'z tegmasin xushdamimizga kirganda ham 90 100ga ko'z tegmasin oilamizga Jahongir Ofarin. Sobirov. Singizni tug'ilgan kunda maza qilib o'ynadik biz ham. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' Rostdan ham bo'lsinlar. ko'z tegmasin oilamizga. Ha. Boyagi mavzuni davom desa ekan bo'ladi. Sayyora opam ijro etgan qo'shiqni Davomchisi. Ha. Yaxshi Munisaxon, kunlar bo'lsa ma'lumot bo'ladi. aytayotgandingiz. Ha. Albatta, bular haqida yana bir ma'lumot, shoira ham ekanlar, she'r ham yozib turar ekanlar, qalam Qoyil. tebratib turar ekanlar. Qoyil. Unda eshitamiz. Kitoblari ham chiqqan ekan. Qoyil. Ha, Albatta. 3 ta she'riy kitobim bor. Hozir hammamiz biladigan bir she'rni o'qib bermoqchiman. Marhamat. Biladiganmi yoki o'zingiz yozadiganmi? Hamma biladiganini aytmoqchiman hozir. Mayli, keyin Mayli. o'zingiz Hamma. qalamingizga mansubi qiziq bizga. Ha. Marhamat Baxtinisa. Kimlar xushnud davlatining dong'i bilan. Kimlar sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz bu dunyoda ongi bilan xushniyat qil. Dilda bo'lsin, tilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yeringni yomon desang, yaxshing qani? Qadriga yet poyingdagi gulchamanni. Shu vatan-ku aziz qilgan sanu mani tuprog'in o'p. Dalada shtu cho'lda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. Qoyil. Juda ham chiroyli she'r, juda ham Judayam. mazmunli. Har qancha sizdan ota-onangiz faxrlansa, siz bilan arziydigan ishni qilayotgan ekansiz. Serqirra ijodkor. Judayam, ha, hozirgi yoshlarimizga aytyapman-ku, prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, sharoitlarga javob berayotgan yoshlar bo'lyapti hozir yurtimizda. Qaysi sohaga qaramang, juda ham ko'plab Baxtnisidan tashqari Sayyora opa juda ham ko'plab yoshlar kelishadi dedi mehmon bo'lib studiyamizga. Har biriga havas qilamiz. Ha, Har to'g'ri, biri o'zini sohasida yutuqqa erishgan. O'zini sohasidan tashqari yana boshqa sohalarda ham o'zini sinab ko'rayotgan yoshlar ko'p keladi. Ana shulardan biri mana Baxtinisa. Baxtinisi. O'qishdagi ishlar qanaqa? O'qish jarayonlari mana endi juda hozir sizga Faollar, ha, faoliyatingiz davomida masalan o'zimiz yoshlar parlamenti a'zosi bo'lish, o'zgarishi mas'uliyat. Bu albatta o'qishga xalal beradigan joyi yo'qmi? O'qishlaringizda muvaffaqiyatlar qanaqa? Yo'q, yoshlar parlamentga a'zo bo'lganimdan keyin turli imkoniyatlar eshigini ochdi desam adashmagan bo'laman. Va yaqinda kechagina Turkiyaga bir hafta davomida Turkiya hamda O'zbekiston yoshlari exchange programga O'zbekiston delegati sifatida 3 kishi borib keldik. Yoshlar parlament a'zolari aynan u yerda Turkiyani yoshlarga berayotgan imkoniyatlari, madaniyati, siyosati, ijtimoiy holati haqida to'liq o'rganib, aynan u yerda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni o'rgangan holda uni O'zbekistonda, o'zimiz universitetimizda, o'zimiz o'qiyotgan ta'lim muassasasida uni tatbiq qilishga harakat qilyapmiz. Bizda yaratilayotgan imkoniyatlar, sharoitlarni ham gapirib berdinglarmi u yerda? Albatta, albatta. Havas qilishdimi? Albatta. Aynan yoshlar parlamenti haqida gapirib berdik. Aynan yoshlar parlamenti bu deputatlikka tayyorlaydigan maktab. Bu bemalol ayta olaman, hech bir davlatda yo'q maktab hisoblanadi. Aynan bu haqida aytsak, hammaligi hayron bo'lishdi. Voy, shunaqa bormi? Deputatlikka tayyorlaydimi? Biz deputat bo'lish uchun universitetda o'qiyapmiz degan hayron qolishlar bo'ldi albatta. Barakalla, juda zo'r ma'lumotlarni berdingiz. Sizga qarab turib zavq oldik, to'g'risini aytsak, maza qildik. Shunday yoshlarimiz unib o'sayotganidan. Albatta. Keling, Dilfuza opa, mana shu joyda Sayyora opam qo'shiqlaridan maza qilaylik. Gap bo'lishi mumkin. Sayyora opam o'zi qo'shiq tinglagani chaqirganmiz. Marhamat Sayyora opa. Keling.
xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Qoziyeva. Juda chiroyli. Bolalikni eslatib Yoqimli. yubordingmi hammalaringga? Bular hali bola. Ha, shunday. Aziz teletomoshabinlar, navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurdilar, lekin biz yosh mehmonimizni, ya'ni Baxtinisoni uzoq ushlab tura olmaymiz, chunki yoshlarimiz o'ta band, bilamiz. Shunday ekan ularga rahmat deymiz tashriflari uchun. Baxtiniso, sizga esa reklamani hadya etmoqchimiz. Unga qadar biz mehmonimizni kuzatib qo'yamiz. Abdulla aka, keling siz.